Shoshilinch xabar, ogoh bo'ling. Buxoriy baraka sizni ogohlantiradi. Mana bu narsa to'g'risida oxiri men bitta video olib qo'yishga qaror qildim. Biz o'z profilimizga, o'zimizning shaxsiy profilga, o'zimizning shaxsiy kanalimizga va o'zimiz bilgan gruppalarga o'zimizning nomimizdan объявление beruvdik. Oshpaz, yordamchi oshpaz kerak degan. Lekin hozir shu darajada bo'lyaptiki, bizning nomdan foydalanib, bitta boshqa akkauntdan vodiydiga gruppalarga oshpaz kerak deb объявление berilgan. U объявлениеda shunaqangi bir va'dalar berilgan. Endi u va'dani eshitgan odam qani endi mana Madinada yashasam, shunaqa shart-sharoitda ishlasam degan bir xohish paydo bo'ladi albatta. Eng fishkasi shunda. Diqqat bilan eshiting. Bu bizni bilganimiz, balki bilmaganimiz qancha. Sizga dunyoning va'dalarini beryapti. O'shandan foydalangan holda u odam sizga yozyapti. Bo'ldi siz ish bo'lmayapsiz, bor deyapti. Qayerda Buxoriy barakada. Bo'ldi zo'r. Oshpazga yordamchi, kuryer, u yoq bu yoq, anu manu deyapti-da. Bo'ldi viza bilan biletni faqat o'zingiz pulingizga olasiz. Vizaga mana $110 to'la, biletga ham mana $250-260 bo'ladi. Uni kartaga tashib berasan deyapti. Tushunasizlarmi? Yana bir odamga soxta viza tayinlab, mana seni vizang, bo'ldi pulni tashagin, menga vizani pulini tashab bergin deb katta nomer tashayapti. O'ylayapsizlarmi, qanaqasiga qanaqa qilib bunaqa qilish mumkin degan xayol odamlar o'ylab qolar ekanda. Siz bu videoni oxirigacha ko'rdingiz, siz ham ogoh bo'ling. Mana bu bizning nomer, Telegram akkaunt, Telegram kanalimiz, hammasida Buxoriy baraka deb yozilgan. Bundan boshqa akkauntlardan bizning nomimizdan yozadigan bo'lsa, unisiga biz javob bermaymiz.